Ko'pincha biz insonlar bizga berilgan hayotni xuddiki bir tekinga berilgan deb o'ylaymiz, lekin aslida bu hayot ham g'animat ekanligini yoki qaysidir ne'matlarimiz bizga shunchaki berib qo'yilgan deb uni qadrsizlaymiz yoki qadriga yetmaymiz. Insonlar bo'lishi mumkin, hayotingiz, umringiz bo'lishi mumkin, ahamiyati yo'q qaysi bo'lishidan qat'iy nazar uni qadrlashimiz uchun va shunga bir qadam qolganda anglab qolamiz deylik, umrimizni uni yo'qotishimiz mumkin bo'lganida anglashimiz mumkin qanchalik bu hayotda aslida yashashni xohlashimizni. Lekin aksariyatimiz ko'p hollarda bu hayotdan doimiy ravishda norozi yoki xafa bo'lamiz. Xuddiki hammasi noto'g'ridek. Lekin agar hayotingizni bugun sizdan olib qo'yishi kerak bo'lsa, siz o'sha lahzada bo'lsangiz, qanchalik muhim ekanligini va siz Allohdan so'raysiz: "Men yashashni xohlayman, men davom etishni xohlayman. Menga umr ber, menga hayot ber, Allohim. Sen meni rejalarimni bilasan" deysiz. Va shu bilan birgalikda mana shu hayotni qadrini anglashni boshlaysiz. Agar siz ongli qaraydigan bo'lsangiz, har bitta vaziyatingizga, deylik, istalgan bir siz uchun qiyin tuyulgan vaziyat sizga bekorga kelmayotgan, aslida sizni shukringizni oshirish uchun, mana shu nolayotgan hayotingizni qanchalik siz uchun muhim ekanligini anglatish uchun kelayotgan bo'ladi.